Assalomu alaykum akalar, tuzimsizlar. Charchamayapsizlarmi? Kalotlar qaranglar. Namangan, Farg'ona, Andijon bo'ylab xizmatdamiz. Inshaalloh kim kaloz qo'ydirmoqchi bo'lsa jo'natib qo'yasizlar. Cheklanmagan miqdorda topib beramiz. Ustanovka, dastavka hamma yo'q ichida. Narxlar kelishilgan holda. Razmerlar qaranglar. Balandligi 90 bo'ladi, bunaqasiga 120 bo'ladi. Bir tonna atrofida suv sig'adi. Buni stenas devori 10 bo'ladi, ichi bir qoladi. Buni doiraning ichi bir qoladi. Ko'rasizlar? Hamma qopqoqlar bor. Xohlasanglar katta mashinalarga qopqoq bor. Xohlasanglar buni arzon xonadonlar uchun hamyonbop qopqoqlar ham bo'ladi. Tualetni ochkolari bor qopqoq bo'ladi. Hammomga zaglushkan qopqoq bo'ladi. Hammasidan topiladi. Hozir mana kaloz olib chiqib ketyapmiz. Kimga bersa pishib yotib turadi. Sifat gap yo'q, vashi dahshat sifatlar. Oyog'ida ham bor, uni. Ko'ryapsizlar? Topilaveradi. O'taymi? Ana qopqoqlar, mana ular qopqoqlar. Tualet qopqog'i bu yoqqa hammomga zaglushga ishlatiladi. Beton. Keyin orasida 3 ta sim bo'ladi. Mana simni ko'rsataymi qayda? Maytda bo'ladi. 3 ta simi bo'ladi. Bemalol dumalaveradi. 30 metr, 40 metrgacha dumalatilaveradi. Xudo xolasa xizmatdamiz inshaalloh. Telefon nomerlar yozib qo'yamiz, aloqa chiqarasizlar.